Shunday maktablar borki, u yerda bolalar limuzinda keladi, darsdan keyin esa chang'i uchishadi. Dunyodagi eng qimmat maktablar. Ro'yxatimizda 3-o'rinda Shveysariyada joylashgan Institut Le Rossi. Le Rossi ta'lim narxi yiliga $140,000. U yerda o'qiganlar keyinchalik dunyo rahbarlari, moliyachilar yoki yirik biznesmenlar bo'lishadi. Ikkinchi o'rinda esa College Alton International Beausoleil. Joylashuvi vashshiy zo'r. Lazana yaqinidagi Alp tog'ida joylashgan. Ta'lim narxi $140,000 dan $150,000 U maktabni tugatganlar odatda Oxford, Stanford va Harvardga kirib o'qishadi. Dunyoda birinchi o'rinda turadigani Autumn Rosenberg. Eng innovatsion va eksklyuziv maktab. Joylashuvi Shveysariyada. NASA, Tesla, Apple texnologiyalari sinfxonasida realni ko'rsatib beradi. Har bir bolaga shaxsiy life coach, ya'ni hayot murabbiyi beriladi. Meni qiziqtirgan narsa Bentley, Ferrari, Mercedes shunga o'xshagan top karlarning dizaynerlari dars o'tadi. Bu yerda farzandingizni o'qitishingiz uchun yiliga $200,000 to'lashingiz kerak. Bu uchalasi ham Shveysariyada joylashgan. Siz shuncha pulga bolangizni o'qitgan bo'larmidingiz?